Respublika ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida virusli gepatitlarni tashxislash va davolash mavzusiga bag'ishlangan ilmiy amaliy o'quv seminari bo'lib o'tdi. Tafsilotlar Surayyo O'tayeva lavhasida. Qayd etilganidek, O'zbekiston virusli gepatit bo'yicha endemik mamlakatlar toifasiga kiritilgan. 2018-yildan boshlab yurtimizda gepatit B va C skriningini tashkil etish va virusga qarshi terapiyadan foydalanish imkoniyatini ta'minlash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazib kelinmoqda. Xususan, prezident qarori asosida 2030-yilgacha mamlakatimizda gepatitning C turini bartaraf etish va B turini kamaytirish ko'zda tutilgan. O'zbekistonga hukumatimizning tashabbusi bilan shu gepatit C'ni davolovchi dorini olib kirilishi ham bu katta muvaffaqiyat. Demak, shu bemorlarni to'liq sog'ayish imkoniyati paydo bo'ldi. Endi hozirgi kunda asosan mana shu ishni to'g'ri tashkil qilib, shu bemorlarni aniqlash birinchi navbatda, ularga shu dori vositalarini tarqatish, bu dori vositalarini qabul qilish yo'llarini tushuntirish va oxiri o'sha diagnostika nazorat qilishdan iborat. Tashkil etilgan anjumanda gemodializ va gemotransfuziya muolajalarini olayotgan bemorlar orasida parenteral gepatitlarni erta aniqlash, davolash va tashxislash dasturini samarali amalga oshirish, mutaxassislar tayyorlash kabi masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Onkogematologik bemorlar juda ham ko'p transfuzion komponentlar, ya'ni qon komponentlarini oladilar. Ma'lum bir vaqtdan keyin bu bemorlarda virusli gepatitlar B, C, D'lar ro'yobga chiqyapti. Endi buni sabablarini bilish uchun, bularni oldini olish uchun va bularni to'g'ri davolash, tashxislash uchun bugungi tadbir shunga bag'ishlangan. Tadbir davomida soha mutaxassislari B, D va C virusli gepatitlar va ularning so'nggi bosqichi bilan og'rigan bemorlarni davolash choralari haqida ham batafsil ma'lumot berib o'tishdi. 2 kunlik o'quv seminari yakunida ishtirokchilarga sertifikatlar topshiriladi.